Do'stlar 28-mart sanasida akalarimiz Oqtarib bozordan nomerlarimiz berdi. Biz ustidan ko'chirib olaylik deb ko'chaga kelgan ekan. Akalarimiz kuzga ham 1,5 gektarga zakaz qilyapti. Ishlar aka ko'chalar qalay. Mana o'zimizga ekkan ko'chat aka. Xohlasa zo'r ekan. Rosa maydasini ekdik mana mevasi bilan Xudo xolasa. Qo'yib o'tamiz. Akamizga tushuntiryapti. Namangan Uchqo'rg'ondan keldim. Atayna mashiga. Dehqon akalarimga rahmat. Zo'r tashlayapti, kam bo'lmasin. Do'stlar bu kuzga tayyor bo'ladigan giloslarimiz aka mana Turetskiy o'zini o'chang Sweet Lore, Sweet Ariana hammasi bir 6 xil 7 xil navlari bor. Ertaki, o'rtaki hammasidan bor. Mana Xudo xolasa bizni ishlarni ko'pchilik biladi. Mana kuzatda ekanlar. Akamiz ko'rib kuzga 1,5 gektarga zakaz berib ketyapti mana. O'zimizni qo'ygan dehqonchilikni ko'rib mana. Maqolga bitta ko'rsatib qo'ying do'stlar. Ob'yomda ko'chatimiz 100 mingdan oshiq gilosimiz bor bu do'stlar mana. Gilosni olganiga baho beradi. Aka ham ko'rib havas qildingizmi aka? Zo'r, men qiziqdi. Mana ishonmay bozorga ishonmay keldim ku ishlaringizni ko'rib. Men ishga keldim, Atayna Uchqo'rg'ondan keldim. Mana do'stlar ko'chatlarimizni ko'rib akamiz zakaz beraman 1,5 gektarga kuzga hozir 3-4 ta qilib turamiz. Qolganini kuzda qilamiz do'stlar. Xudo xolasa may oyidan inshaalloh zakaz olishni boshlaymiz. Mehnatlarni bitta yaqinroq kelib ko'rsatib qo'ying do'stlar. Bitta ob'yomni ko'rsatib qo'ying. Kam bo'lmasin. Do'stlar mana akamiz Namanganda ko'rib mana uni ham ko'rsatib qo'ying mana. O'zimiz dehqonchilik shoptolimiz mana bu qilgan shoptollar mana shoptolimiz. 3-yilga o'tgan shoptoli mana. Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz do'stlar, sog' bo'linglar.